Assalomu alaykum og'aylar. Bugun mana 06 kelgan, ama mashina tekis mashina ekan. Hoji akamiz olib keluvdi. Pretenziyalar rasxod ko'p, ichida tortishlari ham unchalik emas deydi. Mana hozir ochsak sep o'ta bo'shab ketdi. Cho'zilib ketdi sep. Natijlarga ulangiz qilib, budol seplarni mana tortildi, klapanlar tortildi. Klapanlar har xil bo'lib ketgan ekan. Karburatorni обновление qildik, to'liq. Hop, mana karburator holat. Yangi karburatorga qo'ydik. Mana bu holatda buni maza qiladigan qilib qo'ydik. Ishlashlari varsha qandda ishlayapti. Rasxodini o'lchadik. 200 gram bilan 2 kilometr 300 yurdi. 2 kilometr 300. Bu degani biletda yuziga yo'q, 2 kilometr 350 yurdi. Mayli, endi 300 dan deb qo'yaylik. Yuziga 8 ishtimash mashina, qisqasi. Yuziga 8 ta ishtimash mashina. Mana ishlashlari o'g'aylar, mana. Mana. Ko'ryapsizmi atverkani turishini? Miq etmasdan turibdi mana. Qandda ishlayapti mashina, mana qaranglar mana. Bu rejimga javob beradi, xudo xolasa. Mana o'g'aylar, zavod bo'lishlari chiqqa tishiga olyapti mashina. Mana shunaqa holatda Ziguli 06 yuziga 8 ta ishda tortishi tatalayapti, xudo xolasa.